Sizni videodan 50 soniyaga chalg'itmoqchiman. Qisqa qilib aytaman, obunachilar uchun katta konkurs e'lon qilganman. Konkurs yakunida 3 ta g'olib random orqali aniqlab olinadi va birinchi o'rin uchun temir odam niqobi, ikkinchi o'rin uchun o'rgimchak odam niqobi va uchinchi o'rin uchun esa 1 oylik Telegram Premium qo'yilgan. Bu sovg'alarni yutib olish uchun sizdan ko'p narsa talab qilinmaydi. Mening Telegram kanalimga va Xomi Telegram kanaliga obuna bo'lib, Telegram kanalimga qadab qo'yilgan postdagi qatnashish tugmasini bossangiz bo'ldi. Siz konkurs ishtirokchisiga aylanasiz. G'oliblar 16-iyul kuni aniqlab Telegram kanalimga e'lon qilinadi va albatta sovg'alar egasiga yetkazib beriladi. Telegram kanal hovlasi pastda va belgilangan kommentariyada bo'ladi. Hammaga omad. Sovg'alar sizni kutmoqda. Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda men turli film va multfilmlardagi qahramonlardan top 10 talik tuzdim. Bu qahramonlarni umumlashtiruvchi narsa shuki, ularning hammasi keyinchalik yovuzga aylanishgan. Sen yoki qahramonlarcha o'lasan yoki bir kun o'zingni yaramas odam ekanligingni ko'rish orzusida yashaysan. Shunchaki yovuz emas, haqiqiy dahshat timsollar desak ham bo'ladi. Biz bu qahramonlarning yovuzlikka qulashi qanchalik ta'sirli chiqqaniga qarab, top 10 talikka joylashtiramiz. Topingchi, 10-o'rinda kim? Qani, hamma qo'lini ko'tarsin. Ha, 10-o'rinda Macho Men. Mega Mia multfilmidagi o'ta kuchli super qahramon. U shunchaki katta mas'uliyatdan charchagan va o'zini o'lganga solgan. Mis meni kuchdan mahrum qiladi. Misdan qo'rqasanmi? Shundan so'ng u o'ziga Music Man deb nom qo'ygan va musiqa chalishni boshlagan. Bir tomondan bu yovuzlik emas, u shunchaki musiqa chalgan. Shaharda mana bunaqa ish bo'layotgan paytda juda ko'p odamlar jabr ko'rishdi. Juda ko'pchilik xavf ostida edi. Macho Men buni bir soniyada to'g'rilashi mumkin edi. Shunday ekan shaxsan men uni bugungi yovuzlar qatoriga qo'shaman. To'qqizinchi o'rinda o'rgimchak odam. Peter juda mehribon va oliyjanob qahramon edi. Ammo 3-qismda uning eng yaqin do'sti uning dushmaniga aylangandi va hatto Peterning sevgilisini ham tortib olgandi. Yana u birinchi qismda bexosdan o'ldirib qo'ygan jinoyatchi aslida Ben amakini o'ldirgan odam emas ekan. Peter bunda ham o'zini ayblaydi. Shularning hammasini ustiga simbiotik kostyum ham Peterni aqldan ozdirishni boshlaydi. Natijada u qahramonga yarashmaydigan ishlar qiladi. Bizning kenja maxluqimiz. Qani bo'l, yig'la. Sakkizinchi o'rinda Shadow. Sonic 3 filmida ko'rsatilgan bu kosmik praktikan juda katta tezlik va kuchga ega. U anchagina mahoratli va Sonicdan farqli o'laroq, u o'z kuchini jangda juda yaxshi ishlatadi. Shadow juda uzoq vaqt yolg'iz yashagan, ammo bir kuni u Maria ismli kichkina qizcha bilan do'stlashib qolgan va uning hayoti o'zgargan. Aynan shu qizcha sababli Shadow bu dunyoda ezgulik mavjudligini his qilgan va o'z hayotidan zavq ola boshlagan. Ammo afsuski uning quvonch manbai uzoq yashamagan. Maria Gan tashkiloti tomonidan o'ldirilgan. Shundan keyin Shadowning hayoti o'z ma'nosini yo'qotgan va u butun insoniyatni yo'q qilmoqchi bo'lgan. Hammasi qasos olish uchun. Deyarli uddaladik, Maria. Adolat qaror topadi. Yo'q, seni qutqarishdan charchadim. 7-o'rinda Megatron. Aniq aytganda uning Transformerlar multfilmidagi versiyasi. O'sha paytda uning ismi D16 bo'lgan va Cybertrondagi shaxtada konchi bo'lib ishlagan. Bu ish juda xavfli bo'lib, har qanday paytda ishchilar halok bo'lishi mumkin edi. Ammo D16 nafaqat o'zini, balki hamkasblarini ham himoya qilgan. Ko'pincha u o'z do'stlari uchun atalgan zarbalarni ham qabul qilgan. Ahmoqlik qilgani uchun uni o'rniga o'ta odobli, sabrli va oliyjanob. Ammo u ishonib kelgan Sentinel Prime aslida sotqin bo'lib chiqqach, Megatron chidab tura olmagan. O'ylab qarasa bu juda yomon vaziyat. Butun umr o'z hayotingni xavf ostiga qo'yib mehnat qilsang-u, to'kin hamma narsang bitta yaramasning cho'ntagiga ketsa. Xullas bu Megatronni qanday ko'rsatishgani menga juda yoqqan. Bu adolatsiz dunyoda halol yashamoqchi bo'lasan. Ammo xato qilasan. To'g'ri yashasang, azobda qolasan.
Oltinchi o'rin Harvey Dent. Gotham City'ning oq ritsari va Batmanni qutqargan odam. Juda to'g'ri. Batmanni qamoqqa oling. Nima? U shu yerdami? Batman menman. Batman? Prokuror Batman ekanmi? Batmanman dedimi? Adolat yo'lida jonini tikkan odam. Ammo yon atrofdagi jinoyat, yolg'on va xiyonatlar oxir-oqibat uni sindirgan. 50%ga. Dent kinematografik jihatdan juda yaxshi ishlab chiqarilgan personaj va u aslida bu to'pda ancha baland joyni olishi mumkin edi. Ammo Batman va Joker sababli o'sha filmda Harveyga kam vaqt ajratilgan. Shu sababli u 6-o'rinda. Beshinchi o'rinda Tai Lung. 2008-yilgi Kung Fu Panda multfilmining asosiy antagonisti. Bu qo'rqoqlarni Xitoydagi eng yaxshi himoyalangan qamoqxonadan bitta pat yordamida qocha olgan. Oddiy o'rdak pat yordamida. Tai Lung shunchalik kuchli bo'lganki, butun Xitoyda faqat 2 kishi uni yenga olardi. Bu Wei va Po. Hattoki eng kuchli kung fu ustalari deb hisoblangan yengilmas beshlik ham Shifuning birinchi shogirdini to'xtata olishmagan. Tai Lung yengilmas beshlik bilan ozgina o'ynagan va oxirida soniyalar ichida beshovini ham yenggan, ammo o'ldirmagan. Shunchaki falajlab Shifuning yoniga jo'natgan. Chunki hattoki Shifu va yengilmas beshlik birga jang qilishsa ham Tai Lungga kuchlari yetmaydi. U shunchalik kuchli. Tai Lung qilgan yovuzliklar qanchalik katta bo'lmasin, o'tmishda u yovuz bo'lmagan. Tai Lung nima uchun bunchalik kuchli jangchiga aylangan? Chunki u butun hayotini shu ishga bag'ishlagan. Eng avvalo ajdar jangchisi bo'lish uchun emas, eng avvalo Shifu undan faxrlanishi uchun. Men nimaiki qilgan bo'lsam, men bilan ustozim faxrlansin deb qildim. Ayt, sen bilan faxrlanaman deb ayt. To'g'risi shunchalik aytlangan toshbaqaning mana bunaqa reaksiyasini ko'rish chindan ham alam qiladi. Shaxsan men uchun Tai Lung ajdar jangchisi bo'lishga to'la loyiq edi. Shunchaki Wei aslida ajdar jangchisini emas, katta si quvvatiga ega jangchini qidirgan, kayni to'xtatib qolish uchun. Tai Lung esa shunchaki vaziyat qurboni bo'ldi. 4-o'rinda agarda multserialdagi Stephen Strange. Bu multserialda Stevenning barmoqlari omon qoladi, ammo buning o'rniga Christina Palmer halok bo'ladi. Steven esa uni qaytarish uchun harakat qila boshlaydi. Buning uchun u taqiqlangan afsunlarni o'rganadi va tabiat qonunlarini buzadi. Natijada koinot muvozanati buziladi va Stevenning olami vayron bo'la boshlaydi. Katta mashaqqat va yo'qotishlar bilan u Kristinani hayotga qaytargan, ammo evaziga u hayotning o'zini yo'q qilib yuborgan. Natijada qayta tirilgan Christina Palmer bir necha soniyadan so'ng yana Stevenning qo'llarida halok bo'lgan. Uchinchi o'rinda yovuz Superman. Zack Snyder olamidagi Superman juda fidoyi va oqko'ngil odam edi. Ha, u aynan odam edi. Unda odamiylik tuyg'usi mavjud. Ingliz tilidagi versiyada esa Batman bunaqa degan. Shunday ekan, ha, Superman eng odamiy qahramonlardan bittasi. U odamlarga qo'lidan kelgancha yordam beradi. Evaziga esa Clark bu narsaga qanday chidab kelgan? Hamma gap ikkita odamda. Bu uning onasi va otasi. Mana shu ikkita juda yaxshi odam uchun Superman butun insoniyatni himoyalaydi. Po'lat odam filmida esa Lois Lane ham shu ro'yxatga qo'shilgan. Clarkning otasi halok bo'lgan. Agar onasi ham vafot etadigan bo'lsa, faqatgina Lois qoladi. Sen men olamimsan. Endi esa tasavvur qiling, agar Lois ham halok bo'lsa nima bo'ladi? Supermanning yaqin insoni qolmaydi. U ruhan sinadi va dunyoda ezgulikka joy yo'q degan xulosaga keladi. Bu dunyoda yaxshilik abadiy emas. Yovuz Supermanni biz Zack Snyderning Adolat ligasi filmida ko'rdik. Keng tarqalgan fikrga ko'ra Superman bu paytda Darkseid tomonidan boshqarilgan, ammo so'zlaridan sezish mumkinki, aslida uning es-hushi o'zida. U mening hayotim edi. Uni mendan tortib olding. Superman bu eng oqko'ngil qahramon, haqiqiy umid ramzi. Yovuz Superman esa dunyoda umid so'nganini anglatadi. Vanda, bu yerdan ket. Bo'lmasa halok bo'lasan. Men allaqachon o'lib bo'ldim. Bu qanday bo'lishini bilishni istaysanmi? Ikkinchi o'rin Vanda Maximoff.
Amerikada erkaklar va ayollarda familiya bir xil. Vanda bolaligida ota-onasidan ayrilgan avvaliga u qasos-ko'rlarga qarshi edi. Yovuz emas, qotil emas, shunchaki qasos-ko'rlarga qarshi bo'lgan. Ammo keyinchalik Vanda qasos-ko'rlarning va xususan Toni Starkning aslida yaxshi odamligini tushungan va ularga yordam bera boshlagan. Shu zahoti uning akasi halok bo'lgan. Keyin Lagos shahrida Vanda Kapitan Amerikani va yaqin joydagi odamlarni portlashdan himoyalagan. Ammo bexosdan anchagina odamning o'limiga sababchi bo'lgan va butun dunyo uni yomon ko'rib qolgan. Keyin esa u yana Kapitan Amerikaga yordam bergan va albatta buning uchun ham anchagina jazo olgan. Sezyapsiz-a? Doim Vanda yaxshi ish qilgan paytda dunyo unga yomonlik bilan javob qaytargan. Ammo shunga qaramay Vanda yaxshilik qilishdan to'xtamagan. Cheksizlik jangi filmida u koinotni qutqarish uchun o'zining oxirgi yaqin insonini ham qurbon qilgan. O'z qo'li bilan o'ldirgan. Qanchalik achinarli. Alam qiladigani Thanos baribir toshni olgan. Keyin Vanda Thanosni yenggan va dunyoni qutqargan. Mukofot sifatida bu manzarani ko'rgan. Shundan keyin Vanda aqldan ozgan. Shunda ham Agatha Darkhold va o'zining shaxsiy kuchi unga ruhiy zarba bergani uchun u aqldan ozgan. Natijada biz uni Doctor Strange 2 filmining bosh yozuvchisi sifatida ko'rdik. Vandaning hayoti shubhasiz eng qayg'uli hikoyalardan bittasi. Ammo bundan ham yomonrog'i mavjud. Va bugungi topning birinchi o'rnida Darth Vader. Yulduzlar jangi olamidagi eng achinarli personaj. Anakin galaktikadagi eng dovyurak va oqko'ngil jangchi edi. U odamlarni qutqarish uchun ko'p marta o'z hayotini xavfga qo'ygan. Hatto eng dahshatli dushmanlarning hayotini ham qadrlagan. Anakin juda kuchli bo'lgan. Ammo aynan shu kuch sababli boshqa jedilar undan xavfsirashgan. Yovuzlar esa uni o'z tomoniga oldirmoqchi bo'lishgan. Anakin dahshatli tushlar ko'rgan. Tushida uning sevgilisi halok bo'lgan. Bu shunchaki tush emas-da, chunki Anakin o'z tushlarida kelajakni ko'ra oladi. U sevgilisini o'limdan qutqarish uchun qorong'u tomonga o'tgan va juda ko'p dahshatli ishlar qilgan. Anakin bu ishlarning hammasini sevgilisini qutqarish uchun qilgandi, ammo oxir-oqibatda uning sevgilisi aynan Anakin sababli halok bo'lgan. Where is Padme? It seems in your anger, you killed her. I couldn't have. Hoynahoy hozir siz bu topdagi ba'zi fikrlar noto'g'ri deb hisoblasangiz kerak. Qaysidir personajni haddan ziyod past baholagan bo'lishi mumkin, boshqasini esa juda baland. Albatta bu haqida kommentariyada yozing. Balki men sanab o'tmagan, ammo bu topda bo'lishga loyiq bo'lgan personajlarni ham bilarsiz. Aslida fantastikada yovuzga aylangan qahramonlar juda ko'p va hammasining qayg'uli hikoyasi mavjud. Umumiy holda ular bizga bitta fikrni yetkazish uchun yaratilgan. Ezgulik, fidoyilik va oliyjanoblik qadrlanishi lozim. Atrofingizdagilarning mehnatini qadrlang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.